Yunusobod 18-kvartalda yaxshi ko'rgan yosh oilalar va opa-singillarimiz uchun 4 xonali xonadonimizni sizlarga havola etamiz. Ushbu fayzli xonadonimizga kirib keluvchilarda qadrli do'stlar, chiroyligina holga ko'zinglar tushadi, mehki mebellar bilan jihozlangan, barchasi qoldiriladi, faqat televizor olib chiqib beriladi. Отопительная sistema, lyustralar qo'yilgan, har bir xonamizda sirkulyatsiyalar mavjud, bironta gluxoy xonamizning o'zi yo'q. Navbatdagi xonamiz udvoyniy zalimiz, stroyniy mebellar qoldiriladi, televizorlar olib chiqib beriladi. Konditsioneroniya barcha sharoitlar qilingan o'rtoqlar. Navbatdagi xonamiz birinchi yotoqxonamiz, juda ham katta, добротный qilingan. Stroyniy mebellar qoldiriladi, faqat двухспальный kровать kelishiladi. Endi bo'lsa ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz, juda ham barakali qilingan. Barni stoykalarimiz, kuxonniy garnituri, barcha jihoz texnikalar qoldiriladi. Bu yoqda bo'lsa choy ichib o'tiradigan maskanimiz, zalimizning oynasi va yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Katta yo'lni yuzida, pastki biqinida joylashgan xonadon. Endi bo'lsa sanuzelga to'xtalamiz qadrli do'stlar. Samishonniy qilingan, ya'ni vanna formatda, bu yoqda bo'lsa uborniyimiz. Endi bo'lsa to'g'ri yuradigan bo'lsa, yana bitta yotoqxona, o'zini garderobi bilan qadrli do'stlar. Juda ham добротный, kreativniy qilingan qadrli do'stlar. Bu yoqda bo'lsa o'zimizning garderobniy xonamiz mavjud. Mahallamizning yo'llarini qaranglar o'rtoqlar, juda ham keng qilingan va yana bitta bonusiga 5-qavatda joylashgan xonadonimizning o'zini собственный parkovkasi ham mavjud. Под навесом. Atrofida MBU, teleminora, MCS, metro stansiyalari, har xil turdagi astanovkalar joylashgan, infratuzilmani qoq o'rtasida joylashgan ushbu xonadonimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 120 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.